O'zbek YouTube'chilar kanaliga xush kelibsizlar. Obunachilar, agar bu kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qolishni unutmang. Bizning kanalda yangi videolar chiqib turadi. Sizlarga bu videomizda long video yuklashni o'rgataman. O'tgan videoda shorts yuklashni o'rgatgandim. Qani bo'lmasam YouTube platformasiga kirib olamiz. Va siz tugmasiga bosamiz. Bu yerdan kanalni ochish tugmasiga bosamiz va long videolar bo'lishi formatiga o'tamiz. Bu yerda umuman video yo'q. Bunga video yuklash uchun pastdan mana bu yerdagi plus tugmasiga bosamiz. Boshqa videoda turibdi. O'tkazamiz. Va bu yerdan bironta long video tanlaymiz. Mana bu 6 minutlikni tanladim va keyingisi tugmasiga bosamiz. Keyingisi tugmasiga bosganimizdan so'ng bu yerda tafsilot kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerga sizlar video yuklayotgan videoingizga o'xshagan videoingizdan kelib chiqib nom kiritishingiz mumkin. Masalan, men bu yerga arab tilida multifilm yana tugmasiga bosamiz. Kamroq mana bu yerda yana tugmasi turibdi. Shu yerga bosamiz. Birinchida hammaga ochiq qilib shunga kirib hammaga ochiq qilib bosib chiqamiz. Chiqib pastdagiga kiramiz. Yo'q, bolalar uchun emas, pastdagiga bosib 18 yoshdan kichiklarga ham mos kelaveradi. Bu yerdan chiqamiz. Long videoga tasvir kiritish kerak. Xohlasangiz kiriting, xohlasangiz kiritmang. Men kiritgim kelmayapti, vaqtni sarflamaylik. Tasvirdan keyin joylashuvga tegmaysiz. Playlistga tegmaysiz. Brendga tegmaysiz. Mana bunga kiramiz. Va mana bu bo'limga o'tib remix qilishga ruxsat berish. Chiqamiz. Bu yerdan ham eng pastiga tushib mana bu bo'limga o'tamiz. Bu bo'limga kirib yo'q tugmasini bosamiz. Shu joyda aytib o'tib ketay. Yo'q tugmasi nega bosildi? Sizning videoingizda AI ishlatilganmi? Agar videoingizda AI ishlatilgan bo'lsa, yo'q tugmasini bosing. Ishlatilmagan bo'lsa, ha tugmasini bosing deyilgan. Agar sizning yaratgan videoingizda AI ishlatilgan bo'lsa, siz ha'ni bosishingiz mumkin. Endi bu yerdan taglar kiritishimiz kerak. Tag nimaligini shorts video qo'yishda tushuntirib o'tib ketgan edim. YouTube qidiruvidan qidiradigan so'zlar tag deyiladi. Siz ham video qo'yganingizda YouTube'ga kirib, shu tagingizni kimdir qidirsa, sizning videongiz chiqadi. Shuning uchun taglar yozib qo'yishni maslahat beraman. Endi shortsga o'xshab bu yerda ruchkaga bossangiz, AB test qilmaydi. Chunki long videoda AB test qilmaydi. Nega? Agar siz telefon raqamingiz Beeline 91 lik nomerdan bo'lsa, shu yerga kirasiz va tasdiqlashga bosib nomer kiritib tasdiqlab qo'yasiz. Keyin AB test qiladi va 15 minutdan ko'p video yuklay olasiz. Agar siz telefon raqam tasdiqlamasangiz 12 minutdan uzun video yuklay olmaysiz va jonli efir qila olmaysiz. Shuning uchun nomeringizni tasdiqlab qo'ying. Agar sizning nomeringiz Beeline 91 lik nomer bo'lmasa, mana bu kirganingizda bu yerdan mana shunday holat chiqadi va mana bu yerga bosasiz. Amerika qo'sh. Tanlaz. Eng pastiga tushasiz. Eng pastiga tushganingizdan so'ng sal ko'tarilasiz va mana bu yerdan O'zbekistonni tanlaysiz. Endi o'z telefon raqamingizni kiritasiz.
Plus 998 telefon raqamini kiritasiz. Agar sizniki Beeline bo'lmasa, mana bu telefon belgisini qo'yasiz va keyingisiga bossangiz, sizga Amerikadan Googledan telefon qilishadi va inglizchasiga 6 xonali raqam aytadi. Shuni yozib qolasiz va kodni yozib qo'yasiz. Shunda siz bu AB test qilishingiz mumkin. Va hamma ishlarni tugatgandan so'ng yuklash tugmasiga bosasiz. Va tayyor video to'g'ridan-to'g'ri yuklanmoqda. Agar sizga bu videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.